hovliga kirib kelayotganda shunaqa go'zal tabiat kulib kutib olsa, hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum Nodir Archa muxlislari. Mana bugun shinamgina hovlimizga qilingan ishlarni sizlarga taqdim etaman. Ayvonda o'tirganda shunaqa chiroyli manzarani tomosha qilib o'tirishga nima yetsin? Mani hovlim har doim yam-yashil bo'lib tursin deb xohladilar. Biz shuning uchun kichkina bo'lishiga qaramasdan hovlini shunaqa hammasini yam-yashil ko'chatlar bilan to'ldirib, bezatib berdik. Buni hamma bilgandek Magnolia